Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun Toshkent Abuzarxiy vokzalimizdan Primoy Novosibir Barnaul temir Krasnoyarsk yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Mijozlarimiz pasatka jarayonlarini qilib, joy-joylariga chiqib o'tirishyapti. Avtobusimiz ko'rib turibsizlar. Primoy Abuzarxiy yangi masjid oldidan yo'lga chiqyapti. Avtobusimiz sharoitlariga keladigan bo'lsa, zaryadka qilish uskunalari bor, konditsionerlari bor, pechkalari bor, hamma sharoitlari bor. 30 kilogacha yuklarni olib kelaverasizlar. Yuklaringga ortiqcha pul olinmaydi. Hozir vatandoshlarimiz bilmam joylariga chiqib, o'rinlarni egallab joyga chiqib ketishmoqda. Qanaqa kelyapti? Yaxshimi? Primoy qayerdan chiqyapsizlar? Abuzarxiydan chiqilyaptimi? Qayerdan chiqyapsiz aka? Yaxshimi? Abuzarxiydan chiqyapman. Odamlar tavsiya qilsa bo'laverar ekanmi? Yuklaringga pul olinmadimi? Bo'ldi akalar. Yaxshimi aka avtobus? Primoy Abuzarxiydanmi? Nima qarayapsiz aka? Yana bular chalg'ityapti. Chalg'itishyaptimi? Kimga shunaqa avtobus xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi ishonch nomerlarini tuzmoqda ma'lumot olib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.